Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz tarbiyaviy ishlar metodikasi. 3-amaliy mashg'ulot bilan tanishamiz. Mavzumiz sharq mutafakkirlarining tarbiya haqidagi qarashlari va 3-sinf tarbiya darsligi tahlili. O'qituvchi Pardayeva. Sharq mutafakkirlari oilani jamiyatning asosiy bo'g'ini deb belgilaganlar va farzand tarbiyasiga alohida e'tibor qaratganlar. Ularning ta'limotlarida axloqiy tarbiya, insonning komillik sari yo'nalishi, yaxshi xulq va odob egasi bo'lish uchun muhim vosita sifatida qaralgan. Oilaning jamiyatdagi o'rnini birinchi tarbiyaviy muhit deb qarash keng tarqalgan. Ya'ni farzand tarbiyasi oiladan boshlanadi va ota-ona o'rtasidagi munosabat, uy muhitidagi odob va axloq bolalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Farzandlarning axloqi, odobi, oiladagi muhit, o'rnak olish ota-onaning xulqi orqali shakllanadi. Shu bilan birga Al-Farobiy tarbiya insonni hayvondan ajratib turuvchi asosiy vosita degan qarashni ilgari surgan. Tarbiya jarayonida muhitning roli katta. Inson tabiati va tashqi birga boradi. Oila muhitiga ezgu fazilatlar, mehnatsevarlik, saxovat, hurmat namoyon bo'lsa, bu farzandga ham ta'sir qiladi. Tarbiya davr bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Bola yoshligidanoq odob, axloq qoidalariga, so'ng bosqichma-bosqich mustahkamlanib boradi. Mutafakkirlar oilani insonning birinchi maktabi deb bilishgan. Bunda ota-ona, aka-uka, singillar, qarindoshlar tarbiyaviy muhitni tashkil qiladi. Ularning ta'lim-tarbiya nazariyalarida axloqiy fazilatlar, insonparvarlik, kamolot va ma'naviy barkamollik kabi tushunchalar markaziy o'rinda turadi. Oilada tarbiya berishda mutafakkirlar ta'kidlaganlaridek, shaxsning ichki dunyosi, niyat, qalb, tashqi axloqi, odob, hurlik ham jamiyatga foydali bo'lishi lozim. Al-Farobiyning fikricha, fozil odamlarning qarashlari asarida, axloqiy risolalar asarlarida tarbiya haqidagi fikrlari. Inson kamolotga faqat to'g'ri tarbiya orqali erishadi. Oila inson kamolotining birinchi bosqichi, ota-ona esa uning rahbarlaridir. Bolaning tarbiyasida aqlni shakllantirish, go'zallikni sevish, halollik, iymon, sabr kabi axloqiy fazilatlarni rivojlantirish muhim. Farobiy fikricha, fozil shahar, ideal jamiyatning esa oilaviy tarbiya orqali shakllanadi degan fikrlarni ilgari surgan. Imom G'azzoliy tarbiya haqidagi fikrlari. G'azzoliy axloqiy tarbiyani islomiy qadriyatlar, halollik, kamtarlik va ota-onaga itoat orqali berishni ta'kidlagan. Bola toza sahifa. Nima yozsangiz shunday bo'ladi. Oilaviy tarbiya bu sahifaga yozuv kabi muhim. Ota-onaning vazifasi bolalarning qalbini yomon odatlardan himoya qilish va uni yaxshi fazilatlar bilan to'ldirish. Tarbiya jarayonida yaxshi xulq uchun mukofot, yomon xulq uchun sabrli tanbeh zarur. Ammo bolani urish, haqoratlash qat'iyan man etiladi degan g'oyalarni ilgari surishgan. Ahmad Yassaviy tarbiya haqidagi fikrlari. Yassaviy o'z hikmatlarida odob, sabr va poklikni bolalikdan o'rgatish zarurligini uqtiradi. Oilada bola Allohdan qo'rqish, birovga ozor bermaslik, kamtarin bo'lish kabi sifatlar bilan tarbiyalanishi lozim. Bola odobli bo'lishi uchun sevgi, mehr, Alloh zikriga yaqin muhitda ulg'ayishi kerak. Farzand tarbiyasi ota-onaga Alloh tomonidan berilgan deb qaralgan degan fikrlarni ilgari suradi. Yusuf Xosxojib Tatg'u bilik asarida farzand tarbiyasida ota-onaning mas'uliyati haqida yozgan. Uning fikriga ko'ra, axloqiy tarbiyaning asosiy qoidalari quyidagilardan iborat. Ota-ona farzandiga to'g'ri tarbiya berishi kerak, chunki yoshligida olingan bilim axloq hayotning poydevori bo'ladi. Halol mehnat qilish va yolg'on gapirmaslik farzandga o'rgatilishi lozim. O'qish va ilm olish
insonni kamolotga yetaklaydi degan fikrlarni ilgari surganlar. Sharq mutafakkirlarining tarbiya borasidagi qarashlari, asarlar o'sha o'z dolzarbligini yo'qotmagan, bugungi kunda ham teran o'rganishga loyiq bebaho merosdir. Ularning fikricha, inson tarbiyasi faqat bilim berish bilan cheklanmasdan, eng avvalo axloq, odob, ma'naviyat, ichki dunyoni boyitishga qaratilishi lozim. Al-Farobiy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy kabi allomalar o'z asarlarida komil inson g'oyasini ilgari surib, odamlarda ezgulik, halollik, sabr-toqat, mehnatsevarlik, xalqparvarlik va adolat kabi fazilatlarni tarbiyalash asosiy maqsad deb bilishganlar. Bugungi darsimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.